Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan kuz-qish mavsumining o'tgan davri mobaynida 6 milliondan ortiq xonadonlarda xonadonbay va mahallabay profilaktik targ'ibot ishlari olib borildi. Ming afsuslar bo'lsinkim, olib borilayotgan profilaktik targ'ibot ishlariga qaramasdan so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turganingizdek gaz chaqnashi bilan bog'liq qator noxush hodisalar kuzatildi. Achinarlisi bu hodisalarda insonlarning tan jarohati olganliklaridir. Noxush hodisalarning sabablari mutaxassislar tomonidan o'rganilganda fuqarolarimiz tomonidan arzimagan deb hisoblangan xavfsizlik talablariga rioya etilmaganligi aniqlanmoqda. Kelgusida bu kabi baxtsiz hodisalarning oldini olish va insonlarning jabrlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida tabiiy va suyultirilgan gaz jihozlaridan xavfsiz foydalanishingizni, nosoz va nostandart isitgichlardan foydalanmasliklaringizni, tabiiy va suyultirilgan gaz jihozlarini nazoratsiz qoldirmasliklaringizni so'rab qolamiz. Mavsum davrida ogohlikka chorlashimiz mumkin bo'lgan yana bir muhim masalalardan biri bu is gazdan zaharlanishdir. Is gazdan zaharlanishni oldini olish maqsadida xonani tez-tez shamollatib turish, isitish mavsumida isitgichlarning nosoz va nostandartlardan foydalanmaslik, qolaversa isitish pechlarining dudburonlarini doimiy ravishda tozalab turilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Soha mutaxassislari tomonidan berib borilayotgan yo'riqnomalarga qat'iy rioya etishingizni, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizni kuzatib borishingizni so'rab qolamiz.